Assalomu alaykum. Birinchi darsni davom ettiramiz. Hop, bugungi darsimiz demak Androidda TOS, Snakebar, Intentda Extra Data va Activity Life Cycle'ni ko'rib o'tishimiz kerak. Hamesda o'zi biroz yana bir ikkita narsalar bor edi. Animatsiyadan foydalanish, intent bilan ishlash, Cardio komponenti. Animatsiya ishlashni Lotto Animation'da ko'rib o'tdik. Adashmasam 8-9 mavzularda. Cardio material kardioga alohida bitta boshqa mavzu qilgandim. Yo'lga ko'rib o'tdik. Bugun mana shu Snakebar to Intentga chuqurroq yondashuv bilan ko'rib chiqamiz. Chuqurroq kirib chiqamiz ichiga. Android Studioga kirib olamiz. Eski loyiha diagramman sizlar new project qilib ochishlaringiz mumkin. Gaplashamiz. Endi biz bemalol constraint layout bilan yurita olamiz, ishlay olamiz. Loyihamizni polni constraint layout bilan yozib bitsak bo'laveradi. Demak, TOS bilan ishlash. TOS nima ekan? Mana bu narsa. Biz buni ko'p marta ko'rganmiz. Misol uchun kimdir qo'ng'iroq qildi, gaplashdik. Telefon o'chirganimizdan keyin qo'ng'iroq tugatildi deganga o'xshagan call ended degan mana shunaqa messejni chiqarib beradi. Mana shu narsa TOS orqali amalga oshiriladi. Demak, TOS joriy activity va ekranda ko'rsatilgan oddiy hal qilib chiquvchi xabarni taqdim etadi. Bu activity ichida bo'ladi. Sintaksi quyidagicha. Demak, bizga kontekst kerak bo'ladi. Bu kontekst qaysi aktivida amalga oshayotganligini ko'rsatib beradi. Buni o'rnida this deb qo'ysak ham bo'laveradi. Og'zi bitta har bitta toast parametr ko'rsatib o'tilgan. Mana bu yerda qo'llash uchun mana bu yerdagi shu o'zgaruvchilar e'lon qilib berib chiqilgan. Shuni o'ziga to'g'ri beraversa ham bo'ladi. Toast xabar demak tekstda o'zgaruvchi olingan. Tekstga toast xabari nomli xabarni joylashtirib qo'yganmiz. Demak, to'g'risini u joyda, mana bu joyda o'sha tekstcha chiqib turadi. Duration degani bu davomiyligi. To'g'risining davomiyligi bu yerda ikki xil bo'ladi u. Length short, length long ko'rinishda bo'ladi. Hozir yozib ko'rsatam bularni ham. Va oxirida toast degan o'zgaruvchi e'lon qilingan. Toast degan klass ichida mavjud bo'lgan statik funksiya yordamida make text qilib yasaladi. Va parametrlarga o'sha biz yuqorida e'lon qilgan 3 ta o'zgaruvchi ketadi parametr. Va oxirida shu to'g'risini show qilib qo'yish kerak bo'ladi. Keling, buni bitta dasturimizda ko'rib chiqaylik. Demak, bizga buning uchun bitta tugma qo'yaylik. Button deymiz. Mayli. Avval yuqorida bitta edit text qo'yaylik. Shu edit textga kiritilgan qiymatni tugma bosilganda chiqarib ko'rsatadigan, to'g'risga chiqarib beradigan bitta kichik dasturcha ko'raylik. To'g'risini ko'rishimiz uchun. With match parent deyman, hide wrap content deyman. IDga bitta message deb qo'yaman. Message deb bo'ladi. Shu ko'rinishda layout margin horizontal emas, layout margin deymiz. 20 GB berib qo'yaveramiz. Hop, top to top parent deyman. Start to start parent deyman. End to end parent deyman. Hop. Endi text size'ga 24 sb deb qo'yaman. Intga xabarni kiriting deb qo'yaman. Int bu mana bu yerda chiqib turadigan o'sha tekst yozishni boshlasak bu yo'qolib ketadi.
Buni string XMLga olib o'tib qo'yamiz. Hop, enter message deb kalit qiymat ko'rinishida saqlanadi. Bu narsaga to'xtalib o'tdik. Reysdan chiqib qolgan bo'lsa, eslatib ketamiz yana bir marta. Hop, bitta Ctrl Alt N bosib yuboramiz. ID berdik. Endi tugmamizni davom ettiradigan bo'lsak, bunga ham ID berib qo'yamiz. btn show message deymiz. Buni ham wrap content qilib qo'yamiz va tugmani buni pastga tushirishimiz uchun o'tgan darsimizda eslab olamiz. Tugmani pastga tushirish. Demak, tugmaning yuqori qismi edit tekstni pastki qismiga bog'lanishi kerak. Mana shu ko'rinishda va enter bosamiz. Bu yerdan tugmaning ID'sini ko'rsatib qo'yamiz. Tugmani deyman mana buni. Edit tekstni ID'sini. Bu yerda nima ekan sariqcha? Set autofill hintsga app name qo'yamiz. Bo'sh turaversa ham bo'laveradi. Input type text bo'laversin. Bu degani nimadir filtrlar qilib, misol uchun email deydigan bo'lsak, kuchukchali klaviaturani chiqarib beradi bizga. Yana nima bor? Number degan bor. Number deb qo'ysak faqat raqamli. Password desak ham raqamli yulduzchalik qilib chiqarish mumkin. Decimal number deb qo'ysak, bizga faqat raqamli klaviaturani chiqarib beradi. Bizga shunchaki tekstdan bo'laveradi. Bo'ldi mana. Edit tekstdagi mana sarg'ayib turishi yo'q bo'ldi. Bu nima uchun qizil? Chunki gorizontal bo'yicha bog'lab qo'ymaganmiz. Buni editorni o'zidan yozib qo'yamiz. To'g'rilab qo'yamiz. Kod yozib o'tirmasdan text degan atributsiga xo'sh, postni ko'rsatish deb qo'yamiz. Bo'ldi. Xo'sh, endi main activity'ga biza tugmani ushlab olib, uni bosish uchun oldinlari find by qilib olardik. Yana bir eslab olamiz. Bindingni ulab osonlik bilan erishishimiz mumkin bo'ladi endi. Find by qilib o'tirmaymiz. Binding ulash uchun build ts modul faylga kiramiz. Bu yerda ikkita bor, e'tiborli bo'lasizlar. Modulga kirasizlar. Va e'tibor beradigan bo'lsak, 3 ta narsa bor bu yerda. Bizga keraklisi Android. Androidni ichiga kirib turib pastki qismiga tushamiz. Mana bu kodni o'qishimiz pastiga, shundan bilib olsalaringiz bo'ladi. Mana shu yerda build features deb yozasiz. O'zi chiqib keladi. Buni ichiga view binding true deb qo'yasiz. Bo'ldi. Bitta signal qilib yuboramiz. Faylni yopib yuborsak ham bo'ladi. Shunaqa qilib loyihamizga view binding ulanadi va biz endi activity'ga ulab olishimiz kerak bo'ladi. Activity'ga. Hozir bu oxiriga yetkazib olsin. Bo'ldi, tugadi. Endi bitta o'zgaruvchi e'lon qilib olaman. Value bu private bo'la qolsin. Shu main activity'ning tashqarida ko'rinmasligi uchun private value binding activity main binding by lazy activity main binding layout later. Mana shu ko'rinishda e'lon qilib olamiz. Bu yerda by lazy degani o'zi dangasa degani. By lazy ya'ni bu onCreate ishga tushishidan oldin e'lon qilish imkoniyatini beradi. Ya'ni o'zi kutib turadi onCreate ishga tushgandan keyin bunga qiymat berib qo'yadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim bindingga qiymat berishdan oldin ishlatib qo'ysak null pointer exception tashlash kerak edi. Shuni oldini olish uchun lazy uylab topilgan. Endi mana bu joyda ham set content view'ga bunaqa ko'rinishda emas, bunaqa ko'rinishda berib qo'yishimiz kerak. Bu nima qiladi? Mana shu activity main XML faylimizga aloqador bitta class faylini yaratib qo'yadi. Mana shu. Shu o'sha bizning dizayn faylimizni bildirib turadi. Bu yerda uni tanasini berib qo'yamiz content view'ga. Bo'ldi. Demak, main activity ishga tushadi, uni ichidan operate ishga tushadi. Undan keyin bizga ekranga set content view orqali o'sha XML fayl ko'rsatib beriladi. Bu qismiga tegmaymiz. Mana bu yerda endi davom etamiz. Ya'ni qanday davom etamiz? Binding deb qo'ysak bizga ID'lar chiqib keladi mana. 3 ta ID bor. Main, message, button show message. Demak, tugma bosilgan paytda biz message'dan xabarni olib, uni taskga chiqarishimiz kerak. Demak, tugmani olamiz. Set listani chaqiramiz.
tugma ekanligini bilish uchun mana kontrol bilan bosadigan bo'lsak, bizga mana shu tugmani ustiga keltirib beradi. Mana bu aytdim message ID'li komponent, mana bunisi esa main konsolyatsiya o'zi. Endi main activity kelgandan keyin tugma bosildi. Endi bizga nima ish qilish kerak? Bitta o'zgaruvchi olaman. Buni ham private qo'yamiz. Biz shunaqa funksiya ichida bo'lganligi uchun private bo'ladi. Private text deyman barobar yana o'sha binding nuqta message ni olaman nuqta textini olaman nuqta to string qilib qo'yaman. Ya'ni bu editable bo'ladi. Mana bu holatda text qilib olgan paytimizda ya'ni o'zgaruvchan o'sha holatda tekstga aylantirib olish uchun to string foydalanaman. Editable degan o'zgaruvchan deganda uni o'zgaruvchan holatda olib bo'lmayishi uchun avval tekstga o'girib keyin olib olamiz. Buni shunchaki message deb qo'yaversak ham bo'ladi. Endi messajni bizga dasturga chiqarishimiz kerak. Buning uchun bizga mana bu yerda ko'rsatganimiz kabi bitta kontekst olamiz, tekstni olamiz. Mana shuni alohida qilsa ham bo'ladi, lekin uni qisqa ko'rinishda, mana ko'rinishda ham qo'yib qo'ysak bo'ladi. Mana kodlarni yozish esimizga turishi shart emas. Buni shunchaki faraz deb qo'yadigan yozsak, bu bizga taklif qiladi. Create a new toast. Enter bosamiz, o'zi yozib beradi make tekstni. Bu yerda endi Ctrl Pen bosib ko'radigan bo'lsak, nimalar kerakligi aytiladi mana. Kontekst, tekst kerak va duration kerak. Kontekstga demak, this deb qo'ysak bo'ladi. Shu activity ishga tushadi degandek yoki get application kontekstni qo'ysak bo'ladi. Yana nima bor? Hozircha bo'ladi shuni o'zi. Oddiygina qilib this deb qo'yaveramiz. Message esa bu yerda tekstga messageni berib yuboramiz. Endi messajni yubordik, bizga duration o'zi avtomatik tarzda shortni berib qo'yibdi. Biz ko'pincha short ishlatiladi, ya'ni short degan kalda degani qisqa muddatda chiqib turadi. Buni long ko'rinishi ham bor. Uzoqroq chiqib turadi. Bu qat'iy qiymat qo'yilmagan. Ichiga kirib ko'radigan bo'lsak, mana 1 bo'lsa nima holat beradi, 0 bo'lsa nima holat bo'ladi. Shu yerda if else qilib yozib qo'yilgan menimcha. Bularga bitta o'zlariz kirib ko'rasizlar. Xullas, uzoqroq muddat, bunisi qisqaroq muddat bo'ladi. Ko'pincha short ishlatiladi o'zi. Xo'p, endi yozib bo'ldik, to'g'ri tayyor. Demak, nima qiladi bu? Tugma bosilgan paytda o'sha message edit tekstdan xabarni oladi-yu, uni to'g'riga chiqarib beradi. Endi dasturni bitta ishga tushirib ko'rishimiz kerak. Tushirib ko'ramiz. Android Studioga qurilmani ulashimiz kerak. Qurilma ulandi. Chizsam ham bo'lagan. Tursin. Xo'sh. Dasturni ishga tushirib yuboramiz. Gradle ishini qilyapti. Launching on device dedimi, demak, dastur xatoligi yo'q, u ishga tushyapti degani. Birinchi marta bo'lgani uchun uzoqroq vaqt olishi mumkin. Mana muvaffaqiyatli o'rnatildi dedi. Endi ko'rib turibsizlarki, burada misol uchun xabar yozishimiz mumkin. Salom. Kompyuter ilmlari guruhi to'g'risini ko'rsatishni bosadigan bo'lsak, mana bu yerda chiqib keladi mana. Klaviaturani yashirib ko'raylik.
Salom, kompyuterlari guruhi. Guruhi 4 qayerdan kelib qoldi? Mayli. Buni o'zgartiradigan bo'lsam, o'zgartirgan xabarni bosilgan paytda chunki o'lyapti u. Shuning uchun o'sha xabarni chiqarib beradi. Mana shunisi tost deyiladi. Xo'sh, endi tost mana shu narsa ekan do'stlar. Davom ettiramiz. Endi tostni amakivachchasi bo'lgan Snakebarga to'xtalamiz. Snakebar tostga o'xshab ketadi, faqat uni bir nechta ajralib turadigan qismlar bor mana. Demak, Snakebar faqat ekranning pastki qismida ko'tarilishi mumkin. Tostni boshqa joyda ko'rsatsa ham bo'ladi. Unda bir nechta variantlar mavjud. Belgilangan vaqtdan oldin uni o'chirish mumkin. Mana shu ajralib turadigan qismlari. Ya'ni bunda action bo'ladi, action, ya'ni harakat. Snakebar vaqt chegarasi Snakebarda belgilangan amallarni bajarish mumkin. Ya'ni unda tugmachalar ham bo'lishi mumkin. Buning uchun bitta ilovacha ko'rsatilgan ekan. Text view va button qo'yilgan. Button bosilgan paytda mana shu text view o'chirilib ketadi va uni bekor qilish mumkin bo'ladi. Mana shu narsani dasturchan qilib ko'ramiz endi. Demak, dizaynga o'tamiz. Hop, xabar mana bu yerda buni text viewga aylantirib yuboramiz. Inputda kerak bo'lmaydi, autofill kerak bo'lmaydi. Hop, bu yerga hint ham kerak bo'lmaydi. Hint o'rniga biz text degan atributdan foydalanib qo'yamiz. Mana bu ham olib tashlaymiz. Xabar tursin bu yerga. Xabar. Xabar turadi. Mana shu Snakebar deb o'zgartirib qo'yamiz endi. Snake deb yozib qo'yamiz buni bo'yle. Snakebar. Layout top deb turib, yigirmadagi pastga tushirib qo'ysak bo'laveradi. Xullas. Rasm bormikan? Rasmi olgan. Snakebarga xuddi tosga o'xshash bo'ladi u ham. Demak, text view bilan TV message deb o'zgartirib qo'yaylik. TV message. Button Snake deb qo'yamiz uni. Bar. TV message'ga o'zgartirib qo'yamiz bo'yle. Endi main activity'ga o'tib nima qilamiz? Tugma bosilishini olishimiz kerak edi. Endi bu ID ham o'zgardi, button Snake bo'ldi. Bosilgan paytda bizga toz kerak emas. Bizga nima kerak? Snakebar kerak. Shu yerda yana bitta narsa mana bu yerda ko'rsatilgan. Tushunmay qolishingiz mumkin. Ko'rsatib o'tib ketaman. E'tibor bering. Binding nuqta Snakebar. Misol uchun bizga yana bitta binding nuqta TV message nuqta tekstini misol uchun nimadir text degan atributini o'zgartirmoqchi bo'lsak, e'tibor bering. Bir to'g'risan turaversin. Tugmada nimadir amalga oshirilgan. E'tibor beramiz. Va TV message'da ham nimadir amalga oshirilgan. E'tibor berayotgan bo'lsak, bu yerda o'sha binding o'zgaruvchimiz 2 marta takrorlanyapti. Buni oldini olish uchun bizda mana bunaqa narsa bor. Binding nuqta apply'dan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni apply degani shuni ichiga kirish degani. Ichiga kiradi va mana bu qismlarni shunchaki olib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ctrl X qilaman. Bu yerga tashlayman. Mana bunisini ham Ctrl X qilaman. Bu yerga tashlayman. Mana bular endi kerak bo'lmaydi bizga. Ko'rib turibsizlarki, binding nuqta deb turib, buni ichiga kirib ketish mumkin. Binding nuqta mana bu narsa
va yana shu binding nuqta mana bu narsa. Ichma ich yozib ketaverish mumkin. İşte bizga mana binding nuqta deganni ikki martaga qisqartirib berdi. Misol uchun to'rtinchi tugma bo'lsa, buni sezilarli darajada foydasi qoladi. Faqat endi mana bu yerda xatolik zisda. Zis bu yerda endi ikkita bo'lib qoladi, e'tibor bering. Activity-niki, e, main binding-niki bitta zis. Mana bu main activity-niki. Bizga main activity kerak bo'ladi taskga. Shuning uchun bu yerda xatolik bor edi. Shuni bildirib turish uchun bu activity'ga tegishli zis ekanligini bildirib turadi. Ya'ni funksiya ichida biz zisni ishlatadigan bo'lsak, mana buni o'zini beradi u. Binding deb o'ylayapsanmi deb xatolik beradi bizga. Qaysi zisni ishlatmoqchisan deb xatolik beradi. Shuning uchun biz alohida main activity deb ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Bu yerda ko'rsatmaydigan bo'lsak, mana bunaqa holatda buni bu deb o'ylaydi. Zis degani bu degani o'zi. Bu deb o'ylashi uchun buni alohida ko'rsatib qo'yish kerak bo'ladi. Bizga binding zis emas, main activity zis kerak bo'ladi deb mana bunaqa ko'rsatib qo'yish kerak. Va xatolik yo'qoldi. Ko'rib Ham oson. Xo'p, bu yerda shu narsani eslatish uchun qo'yib ketilgan. Aslida bu yerda kerak emas. Sababi o'zi bittagina tugma bor. Shuning uchun apply ishlatib o'tirish shart emas. Mana bu yerda o'ziga mana qilib qo'ysak bo'ldi. Ha, bittasi kerak ekan. Tugma bosilgan paytda nimadir ish qilishimiz kerak. Xo'p, tugma bosilgan paytda snack barni ko'rsatishim kerak. Snack bar Snake bar deb yozsak, bu toasga o'xshagan mana toas bunaqa deb yozsak chiqib kelardi. Snake bar manimcha chiqib kelmaydi. Chunki qo'shilmagan. Emmet degan narsasi bu o'sha yerda qo'shib qo'yish kerak. Rusiyadan to'g'rilab qo'ysa bo'ladi, lekin bu odatda qo'shilmagan bo'ladi. Biz o'zimiz qo'shib qo'yamiz. O'zimiz yaratamiz to'g'rirog'i. Snake bar demak, snake bar xuddi nimaga o'xshab ketadi bu? Toasga snake bar deymiz, nuqta make deymiz. Va bu yerda mana control pane bosadigan bo'lsak, nimalar kerakligi? Kontekst kerak. View kerak. Aslida kontekstsiz ham bersak bo'lar ekan. View resource id beraversak bo'ladi. Viewga binding.rootni beraveramiz, ya'ni qaysi ekranda chiqishi va tekstni beraveramiz yoki resourcedan id ni beraversak ham bo'lar ekan. Bu qanaqa ko'rinishda bo'ladi? String nuqta mana bu yerdan qo'yib bo'ladi. Enter message. Mana shu ko'rinishda. Virgul duration snake bar nuqta text short tekstlon ekan bu yerda. Buni keyinroq to'xtalamiz. Hozircha oddiygina sekparni ko'rib o'taylik. Mana demak bizda nimalar hosil bo'ldi? Ctrl Alt N bosadigan bo'lsak, bizga formatlab beradi. Bu yerda nima farq? Showni yozamiz-ku showni. Oxirida bitta nuqta show qo'yish kerak bo'ladi. Bo'ldi. Tugma o'tirganda demak bizga xabar chiqishi kerak. Snake bar bosilgan paytda pastga chiqdi. Xabarni kiriting deb mana bu yerdagi enter message chiqib kelyapti. Bizga xabarni kiriting degan tekst mana shu tekst chiqib kelyapti. Chunki biz shu narsa chiqsin deganmiz. Buni mana deb qo'yaylik. Bu snake bar hisoblanadi deb qo'yamiz. Endi ishlatib ko'radigan bo'lsak, mana xalaqit berish mumkin. Bu snake bar hisoblanadi degan tekstni chiqarib beradi. Juda ham oson. Endi afzalliklar bor edi, ko'rib o'tdik. O'sha afzalliklarni birda ko'rib o'tamiz. Birinchi variant mavjud, birinchidan. Ya'ni tugma qo'yish mumkin bunga. Tugma. Buni qanaqa qilib amalga oshiramiz? Shunday ko'rsatib o'tilgan. Set action buyrug'i orqali biz buni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda yana set action chaqirib olamiz. Bizga
set action va mana bu qismi kerak bo'ladi. Set action degani shu tugmacha qo'shadi. Tugmachaga tekst qo'yish mumkin. Misol uchun OK degan. OK bosilganda toastdan endi chiqarib qo'ysak bo'laveradi. OK bosildi deb qo'yamiz. Mana bo'ldi. Endi ko'rsatgan bo'lsak, mana e'tibor bering. Mana xil alohida qilib olaylik buni. Sniper bosilgan paytda OK chiqadi. Ko'rasizlarmi tugmacha. O'zgartirish mumkin. To'g'risi bunaqa narsa yo'q. Demak, OK bosilgan paytda nimadir mana o'chirsa bo'ladi. OK bosildi deb toast chiqarib qo'ydik. Ko'rdingizlarmi? Snakebar ichida toast chiqardik. Ya'ni bosilgan paytda vaqtidan oldin yopib yuborildi snakebar va toast chiqdi. Toastni esa yopib yuborib bo'lmaydi. Ko'rasizlarmi? Toast baribir o'zi xohlagan paytda yo'qolib ketadi. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi sizlarga. Snakebar ham. Yani bu yerda kodlarda nima yozilgan demak. Nimadir amalni o'chirish uchun yozish mumkin. O'chirilgan paytda va amalni bekor qilish degan tugmachani chiqarib qo'yish mumkin. O'sha amalni bekor qilish degan tugmacha bosilgan paytda esa xabar tiklandi deb u xabarni qayta chiqarish mumkin. Shunaqa vaziyatlarda ishlatiladi aslida bu. Endi davom etamiz. Intentga keldik. Intent nima ekan? Intent degani bu bitta o'yindan ikkinchi o'yinga olib o'tish. Ya'ni tasavvur qilaylik, produktlar listi bor bizda. Uzun marketga o'xshagan yoki yana qaysi programmalar bo'lishi mumkin. Produktlarni chiqarib beradigan xullas shopping bo'lsin. Produktlar ro'yxati bor. Produkt bosilgan paytda shu produktning ichiga kirib ketish kerak. Shunda ikkinchi o'yin ochiladi. Mana shu holatni bizda intent bilan amalga oshiramiz. Yoki bo'lmasam Google Maps bo'lishi mumkin. Telegramda nimani tashlaymiz? Locationni o'sha bosilgan paytda kartani ochib beradi. Mana shu narsalar. Yoki bo'lmasam SMSlarga kirib ketishi mumkin. Bundan tashqari aktivitetidan natija olish mumkin. Ya'ni foydalanuvchini boshqa ilovaga yuborishni ko'rdik, mapga o'xshagan dedik. Yoki misol uchun Telegramning ichidan turib, telefon nomerni bossangiz, qo'ng'iroq qiladigan o'tib ketishi mumkin. Aktivitadan natija olish esa, misol uchun nimadir qiymat olib, orqaga qaytish, rozilik bildirish yoki nimadir so'ragan paytda undan foydalanuvchidan qiymatni olish uchun foydalanish mumkin. Yoki boshqa ilovalarga aktivitetidan o'tishga ruxsat berish. Ya'ni xuddi sizni ilovangiz ichidan boshqa ilova o'tib ketgan kabi boshqa boshqa programma ichidan sizni ilovangizga kirish imkoniyatini ham beradi bu. Misol uchun Telegramni bildirishnoma keladi, bildirishnoma bosilgan payt Telegramni ochib beradi. Shu narsalar. Buni asosiy mana bu byurolari bor, bularni ko'rib chiqamiz hozir. Demak, asosiysi intent nima ekanligini tushunib olishimiz kerak. Start activity mana bu narsa bizda activityni ochish va mana shu activityga harakatlantirish uchun kerak bo'ladi. Bu menimcha ko'rib chiqilgan bo'lishi kerak. Xo'p. Mana. Ikkinchi activityga o'tish. Demak, intentni ikki xili bor ekan. Implicit yashirin, explicit aniq. Implicitdan boshlaydigan bo'lsak, yashirin. Ya'ni nima ochishni bilmaydi. Aslida oldindan bilmaymiz nima ochishni va URL keladi. O'sha URLni ochib berish mumkin ilova ichida. Ya'ni brauzerni ochib beradi bu. Kerakli joyni. Bu orqali Telegram nomerini qo'yish mumkin. Telegramni ochib beradi. Hozir sinab ko'ramiz. Xo'p, bizga buning uchun bitta tugmacha qo'yamiz. Buni o'chirib tashlaymiz. Top parent bottom parent deymiz. Bu yerda call yoki nima deymiz? Go to nima deb qo'yilgan ekan? Go to
deb qo'yamiz. Booksu'ni open deb qo'yaylik. Open booksu degan tugmacha qo'yamiz. Shu tugma bosilgan paytda booksu saytini ochib bersin bizga. Ham kod orqali. Demak, nega kelamiz? Bizga brauzerni ochib berish uchun ID'sini o'zgartiramiz. Button bir deb qo'yay shuni. Hali o'zgartiravermasdan hammasiga tushib ketaveradi shunday. Button bir seton qilgan paytda demak bizda ochib berishi kerak. Hop, intent yaratib olinadi. Action view qo'yiladi ichiga va intent data sifatida URL berib yuboriladi. URL URI orqali parse qilingan bo'lishi kerak. Endi start aktiv qilib yuborish mumkin bo'ladi. Demak, bitta value intent yaratamiz, barobar intent deymiz. Intent ichida action package kontekst bo'lishi kerak ekan. Intent action view. Action deb qo'yilgani uchun intent action view deb qo'yamiz. Ya'ni URLga moslashtirib o'zi ochib beradi. Ya'ni nima demoqchi? Bu yerda sayt bo'lgan bo'lsa brauzerni ochadi, Instagram profil yoki Instagram video, Telegram profil, Telegramning ichidan bironta kanal bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni ochib beradi. Ya'ni https t.me bo'ladigan bo'lsa, Telegramni ochib beradi. Instagram.com bilan boshlaydigan bo'lsa, u Instagram ilovasini ochib beradi. Agar o'rnatilgan bo'lsa, o'rnatilmagan bo'lsa, brauzerda ochib ketaveradi. Ya'ni moslashuvchan bo'ladi action view. Intentni ichiga data deb turib, biz datasini berib yuboramiz. Dataga nima deyishimiz kerak ekan? uri.parse deb yozishimiz kerak. uri.parse deymiz. Parsening ichida esa URL beraveramiz. Mana shu buxtuzini beraveraylik. https buxtu.uz. Va endi start activity intent deb qo'yamiz. Start activity intent beraveramiz. Tugma bosilganda demak bizga buxtuzni ochib berish kerak hozir. Mana open buxtu. Ko'rib turibsizlar, brauzerga o'tib ketdi, yangi sahifa ochdi, u yerda buxtuzga kirib ketdi. Hozir buxtuz saytini ochib berish kerak. Mana sekin sayt yuklanyapti. Bu hozir Chrome. Mana bu yerdan yuklaydi. Mana bu yerdan mana bunaqa qilib ko'radigan bo'lsak, mana Chrome turibdi. Ochib berdi. Bitta o'sib ko'rsatay. Ochib beradi mana 21-sahifa. Orqa qaytilgan payt chiqib ketdi, bu yerda o'qiga tushib qolish uchun. Mana ochib berdi saytni ham. Xo'sh, endi davom etamiz. Bu qism tugadi. Demak, bu implicit intent edi. Endi bizga explicit intent kerak bo'ladi. Explicit intent bu ilovamiz ichidagi bitta oynadan ikkinchi oynaga o'tish hisoblanadi. Buni biza qanaqa sanab ko'ramiz? Buning uchun bizga ikkinchi oyna kerak bo'ladi. Ikkinchi oynani mana shu main activity turgan joyda yuqori papkani ushlaymiz. Uning ustiga new activity empty views activity tanlaymiz. O'sha new projectdagi kabi empty views activity tanlaymiz. Bu yerda misol uchun second activity deb qo'yishimiz mumkin. Layout faylini yaratib berishga bitishga qo'yilgan, uni nomi activity second bo'ladi, ismi jismiga mos. Bu yerda almashib turadi. Agar birinchi bo'lib ishga tushsin deydigan bo'lsak, mana bu yerga bitishga olib ketish kerak bo'ladi. Ya'ni dasturimizda mana shu o'yinga birinchi bo'lib ishga tushsin degan ma'noda. Bizga unaqa narsa kerak emas, shuning uchun qolgan joyga tegilmasdan finishni bosib yuboramiz. Second xuddi main activity kabi yaratildi. Buning ichida biz shunchaki activity secondning ichiga bitta text view joylashtirib wrap content qilamiz. Tekstiga bu ikkinchi oyna deb qo'yamiz.
va buni mayda markaga keltirib qo'yamiz. X size'ga 35 deb qo'yamiz. Text color'ga black deb qo'yamiz. Markaga keltiramiz. Bunga chapga, pastga va yuqoriga tortib qo'yadigan bo'lsak, bizga o'rtaga kelib qoladi. Endi bitta tugmachani tashlaylik bizga orqaga qaytish uchun. Shunchaki orqaga qaytsak ham bo'ladi yoki orqaga qaytish tugmasini o'zimiz yaratib qo'ysak ham bo'ladi. Ko'rgan bo'lsangiz, mana bu yerda orqaga qaytish tugmachasi bo'ladi odatda. Shuni material button bilan ko'rsata qolay. Material button. Xo'p. Bizga 50 dp ga 50 dp bo'lsin. Xo'p. ID'si button back bo'lsin. Endi buni corner radiusiga 25 dp deb qo'yamiz. Dumaloqcha bo'ladi. 25 ko'p. 6 dp deb beraylikchi. Bo'lmasga. 10 desak, menimcha normal holatga keladi yoki 12 mi? Bo'ldi mana. Layout marginni 12 dp deb qo'yamiz. Bu nima uchun xato beryapti? Sababi bog'lanmagan hali. Demak, yuqoriga bog'laymiz. Chapga bog'laymiz. Yetarli shuni o'zi. Xo'p, background tintga white berib qo'yamiz. Oq tugmacha bo'lsin bu. Buni o'ziga background'iga effekt beramiz. Va bu yerdan o'zgartirib qo'yaversak bo'ladi. Endi X attributiga strikga javob qo'yamiz. Xo'p, text color bormikan? Text color'ga black deb qo'yamiz. Bu yerga sig'madi, menimcha buni wrap qilishimiz kerak. Men wrap qilamiz. Taxriban shunga teng bo'ladi. Buni o'zgartirib qo'yishlari mumkin xohlagancha. Demak, ID berilgan. Xo'p, bunga ham mayli biz activity'ga boraylik. Binding ulaylik. Private wall binding. Activity second binding by lazy. Activity second binding. Nuqta inflate layout inflator. Mana har doim mana shu ko'rinishda activity dizayn faylini nomi qanaqa bo'lsa o'shanga binding so'zi qo'shib yasaladi bu klass. Yoziladi, shunchaki bor yaratiladi avtomatik. Buni siz chaqirib qo'ysangiz yetarli bo'ladi. Qolgan qismi bir xil. Bu yerda yana binding rootni chaqirib qo'yaveramiz. Mana bu narsani binding yutuqli jihati boshqa activity'da misol uchun bitta tugmaga ID bersangiz, btn1 deb qo'ysangiz, ikkinchi o'yinda ham btn1 deb qo'ysangiz, adashib ketmaydi qaysi o'yinadagi tugma ekan deb. Mana bu faqat bu binding ichidagi tugmalarni olib keladi hozir. Mana bu joyda binding qilib qo'ysam, shu binding ichidagi bor ID'larni olib kelaman. btnback nuqta set on click listenerning ichiga shunchaki finish deb qo'ysak, activity'ni yopib yuboradi, orqaga qaytadi degani. Bo'ldi. Bu ham kerak emas. Endi open second tvk deb qo'yamiz. Dasturni ishga tushiramiz. Xatolik. Qayerdan keldi bu xatolik? Xatolik.
Ko'ramiz. Demak, activity secondning ichida line 28da. Ha, bu yerda bundan foydalanish mumkin emas, deyapti. Hozir X shu ortga deb qo'yaylikchi. Qani endi xatolik beradi. Bo'ldi, xatolik bermadi, dastur ishga tushdi. Ishlatib ko'ramiz. Open second activity. Voy, hali ikkinchi o'yinga o'tish kodini yozamiz-ku. Bu yerda hali ham bunaqa turibdi. Demak, buning uchun bizga mana bu kod kerak bo'ladi. Intent. Intentni bu ko'rinish kerak bo'ladi bizga. This ya'ni shu activitydan. Xo'p, second activity 2 nuqta. Class Java kerak bo'ladi bizga. Bu narsa kerak emas. Shunchaki ishlatib yuborsak bo'ldi. Open activity. Mana ikkinchi o'yinni ortga bosadigan bo'lsak, mana ortga qaytadi. Dem ajoyib. Demak, menda davom ettirsak, nimaga keldik? Intent ichida ma'lumotni olib o'tish. Mana quyidagi ko'rinishda olib o'tiladi bu. Misol uchun intent put extra qilib olib o'tiladi. Put berish, qabul qilayotganda esa get extra deb olinadi. Bundle orqali ham olish mumkin. Bundle eskirgan bo'lsa, undan hozir foydalanmaydi deyarli. Xo'p, demak, intent orqali ma'lumotlar o'tishni ko'radigan bo'lsak, intent nuqta put extra deb olamiz. Va bu yerda key value ko'rinishida olib o'tiladi ma'lumot. Mana extra id bo'ladigan bo'lsa, shu yoki misol uchun user token emas, user id bo'lsin. User id bu yerda 5 mana misol uchun. Mana shu put extra qilib yuborsak bo'ladi. Bu yerdan esa second activitydan qabul qilib olish quyidagicha amalga oshiriladi. Hop, mana bu yerda mana bu ko'rinishda idni qabul qilib olamiz biz. Mana bu ko'rinishda, mana bu ko'rinishda. Demoda intent get int extra int qiymat qabul qilib qiymat yuboryapmizmi? Int olishimiz kerak. Get bu yerda get deb yozadigan bo'lsak, turli xillar chiqib keladi mana. Int olish mumkin, byte olish mumkin, char, boolean olish mumkin. Bizda hozir int kerak bo'ladi. Int extra. Array yuborsa ham bo'ladi. Endi mana bu yerda id name sifatida nima yuborgan bo'lsa, o'shani qo'yib yuborishimiz kerak. User id, user id. Agar ma'lumot kelmay qolsa, mana bu -1 qaytarib yuboradi. Xo'p, endi bu yerda mana bu ikkinchi o'ynani ichiga o'rniga id deymiz. idsiga tb text deb qo'yaveramiz. Mana bu yerda endi binding.tv text text degan atributiga id ni berib yuboramiz. Mana bu ko'rinishda berib yuborsak ham bo'laveradi. Buni bitta if yo'rab olmasak, yo'q, if shart emas. Yulduzcha hozir bir dars qilamiz. Yaş ochiq tursin, nima qiladi o'zi zararli berib ketadi. Tamam, просто onlayn darslar qanday o'tiladi?
yo'qmi shu narsa kompyuterda o'zlashmasa yo'qmi kompyuter Unimi? Ha. ha bu Hop, davom etamiz. Bu yerda demak bizada ID'ni berib yuborsak bo'ladi. Demak, bu dollarcha belgisi, demak, tekst ichiga qo'shib yuborish uchun. Bu birinchi activitydan kelgan ID deymiz, ikki nuqta qo'yib, mana shu ID'ni qo'yib yuboramiz joyiga. Ko'rinishda. Endi bitta ishlatib ko'ramiz. Mana open second activity. Bu birinchi activitydan kelgan ID 5. Tasavvur qilaylik, mana bu yerdan biz activity menga bitta edit text qo'yib yuboraylik. Edit text, push with match parent, wrap content, ID beramiz. ID'si demak eti user ID bo'lsin. Top parent, start parent, end to end parent bo'lsin. Hop, endi open bo'lgan paytda, tugma bozilgan payt bizaga mana buni qayerdan olsin? Binding va eti user ID nokta textni nokta toString qilib nokta toInt qilib yuborsin. Va mana shuni bitta alohida o'zgaruvchiga olsin. Bu yerda wow user ID barobar bo'lsin. Mana bu yerda endi user ID'ni berib yuboraylik. Endi bemalol ishlatib ko'rsak bo'ladi dasturni. Bitta o'yindan ma'lumotni ikkinchi o'yinga olib o'tish uchun qulay bo'ladi. Mana bu yerda misol uchun 12 deb qo'yaman. Open second activity deyman. Mana activitydan kelgan ID. Ortga qaytaman. Mana buni 345 deyman. Open second activity 345 keladi. Bitta o'yindan ikkinchi o'yinga ma'lumotni olib o'tish mumkin, xuddi shu ko'rinishda. Sizlarga tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Bundle orqali ham olib ketish mumkin. Qiyin emas bu narsa, o'zlaringiz qilib ko'rasizlar. Bundle endi eskirgan desak bo'ladi. Buni o'rnida hozir mana shu internet orqali olib ketsak yaxshiroq bo'ladi. Endi life cycle haqida biroz tushuncha beradigan bo'lsam, life cycle bu activity life cycle, ya'ni o'yinaning yashash tarzi desak bo'ladi. Ya'ni loyiha birinchi ishga tushganda to u tugagunga qadar bo'lgan jarayon. Bunda demak nima bo'ladi? Activity ishga tushgan paytda onCreate funksiyasi ishga tushadi. Biz mana bu yerda har doim ko'radigan onCreate funksiyamiz mana shu bo'ladi. OnCreate'dan keyin onStart, onResume biz holatlarga qarab bu funksiyalarni ichini o'zgartirish mumkin. Demak, o'yin ishga tushgan paytda mana klassga tushdi va onCreate ishga tushdi. Buni ichida biz yaratgan mana bu dizayn ko'rsatadi, keyin ularga xos bo'lgan xususiyatlarni ko'rsatib beradi. Keyin onStart, onResume activity shu bilan ishga tushgan bo'ladi. Ishga tushgandan keyin misol uchun boshqa activity keldi va birinchi activity orqa fonga tushdi. Xuddi hozirgi kabi birinchi activity ustiga ikkinchi activity o'chirilgan paytda on pause holatga tushadi activity. Agar orqaga qaytish tugmachasi bosib sразу qaytilganda on resumedan yana qaytib davom ettiradi. Birinchi activity haqida ketyapti. Endi agar activity uzoq muddat kirilmasa, u on stopga tushadi. Ya'ni biz o'rta tugma bosib chiqib ketdik dasturdan, ammo dastur turibdi. Yaqin foydalanuvchilar ro'yxatida. Darrov qaytadigan bo'lsak, u mana bu striking orqali borib, on restartga keladi va on startdan qayta boshlaydi. Agar biz uzoq juda ham qaytmayversak, ilova killet holatiga tushadi-yu, onCreate'dan qayta boshlanadi. Ya'ni sizlar sinab ko'rishlaringiz mumkin, juda ham uzoq muddat chiqib ketsalar, u mana shu ko'rinishda xuddi yangi ilova kirgan kabi kirib ketadi. Endi biz umuman tozalab yuborsak, on destroy holatiga tushadi va shunda activity shutdown bo'ladi, tugaydi. Bu birinchi xil ko'rinishi edi, bu ikkinchi xil, mana bu ko'rinishda ham tushunarli bo'ladi. OnCreate created bo'ladi, keyin onStart bo'ladi, keyin onResume bo'ladi.
Resume bo'lgandan keyin ko'rsatiladi u. Keyin activity ko'rmas holatga o'tgan paytda on pauza o'chadi va uni resume bo'lib qayta ishga tushib ketishi mumkin. Keyin on uzoq muddat kirilmasa on stopga tushadi, stopda bo'ladi, keyin on restart bo'lib yana qaytib ishga tushib ketishi mumkin. Va hammasi odatdagidek ketib, dasturdan chiqib tozalab yuborilganda on destroy bo'lib, ilova killit bo'lib destroy bo'lib ketadi. Shuning bilan bugungi 11 dars nihoyasiga yetdi. Hammangizga rahmat. O'z ishlatgan kodlarni mana bu maqoladan ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda videocha ham bor. Aktivitdan ikkinchi aktivitga ma'lumot oluvchi haqida bu yerdagi kodlarni ishlatib ko'ringlar. Hammasi sizlarga tushunarli bo'ladi deb umid qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi ko'rishguncha.